Uzun HTML dersidagi 28 qism HTML obyekt. Birinchi HTML'dagi object elementi. Objektning roli HTML yordamchisi, ya'ni qisturmani qo'llash. Yordamchi qo'llanishchan programma Helper Application tor ko'rgich tarafidan qo'zg'atildi. U yana qisturma deb ataldi. Qisturma orqali ovoz va film hujjatlarini torda qo'ya olamiz. Qisturmani objekt xatkuch orqali qo'zg'atamiz. Qisturma orqali ovoz va film hujjatlarini qo'yganda tor ziyoratchilari o'z ehtiyojiga asosan mazmunni tanlab turib qo'yishni ishga oshira oladi. Masalan, film qo'yish, vaqtli to'xtatish, keyingisiga o'tkazish qatorliqlar shu oddiy kod orqali, qisturma orqali shu bet yuzda amalga oshadi. Ikkinchi HTMLga ko'p vosita hujjatlarni qo'yishdan ulgu misollar. Bu ulgu misollarni ko'rib o'tsak, masalan, QuickTime orqali wave hujjatini qo'yish. Ama bu object qisturmasini ishlatdik. Bu qisturmaninki kengligi 420, egizlik 360 bo'ldi. Bu ID, class ID, code base degan ma'loni. Buni Apple shirkati ta'minlagan bo'lg'achqa, ma'ni bevosita olamiz. Andan keyin parametrni belgilaydiganga birsi wave hujjat. Andan keyin buningki bu kontrol qilingan qismiga bu degan qiymatni yoki haqiqiy degan qiymatni berish orqali shu ikki qiymatni o'zgartirish orqali qolgan kodni asli petim ekilibla bu QuickTime'da wave'ni qo'yishni ishga oshira olamiz. QuickTime'da MP4 hujjatni qo'ymoqchi bo'lsakmi, buningki qaraydigan bo'lsak, bu ikki hujjatningki bosh qismlari o'xshash. Faqat mushadagi hujjat nom qismilar o'xshamaydi. Andan keyin Flash'dagi SWF hujjatni torbatga qo'yish uchun object orqali bu qisturmani akirdik. Akirgandan keyin mayadagi class ID, code base degan qismlari masalda o'xshamaydi. Bu Flash'ni Macromedia shirkati e'lon qilgan bo'lg'achqa, buningdagi asos kodi shu Macromedia'dagi shu hujjat bilan olindi. Andan keyin buningki hujjatni qo'yilish nomi maya keladi. Boshqa shu Flash hujjatlarini qo'ymoqchi bo'lsak, shu hujjat nomini o'zgartirib olsak ham bo'ladi. Andan keyin Windows Media Player'dagi WMV hujjatini qo'yish uchun buningki kodi bir qadar ko'p. Lekin bu Windows mashg'ulot sistemasi qachilangan kompyuterlarda asosan Windows Media Player bo'lganligi uchun biz shu qo'yishni tanlab ishlasak bo'ldi. Bu yerda mayadagi 3D cheket WMV degan qismi ikkisi dal shu hujjatningki ulanish adresi bilan hujjat nomi hisoblandi. Biz shu qiymatni o'zgartirish orqali qolgan qismi asli petim kelsa bo'ladi. Andan keyin shu WMV hujjatni qo'yishni ishga oshira olamiz.